Bugun Farg'onada O'zbek El Klasikosi, Neftchi va Paxtakor o'yini. Shu sabab filial matbuot kotibi Sardorbek Abdullayev bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum Sardor aka. Assalomu alaykum. Bugun mana Neftchi o'z uyida Paxtakorni qabul qilyapti. O'zbekda haqiqatda El Klasikosi. Ruxsatlaring bilan mana shu o'yin oldidan muxlislarimizni va hamkasblarimizni o'yin necha bilan tugashi mumkinligi haqida fikrlarini bilamiz. Marhamat. My name is Joe and I am Where are you from? I'm from India. I'm an English teacher here. Okay. For the Now you come watch see football. Watch Yes, football. yes. Okay. Yeah. For Neftchi? Neftchi. Okay. Or Paxtakor? Yeah. All the best. All the best. Thank you very much. O'rtoqlar, mana bugun o'yinga tayyorgarlik ishlari filialimizda hozir filial direktorining birinchi o'rinbosari Otabegidan so'rab ko'ramiz. O'yin bo'yicha. Assalomu alaykum. Ulardan bir necha soatlardan so'ng qanaqa vaziyat yaqinlashib kelyapti biz viloyatimizga? Bugun biz kutgan daqiqalar yaqinlashyapti. Bugun Farg'onaning markaziy stadionida Istiqlolda Neftchi bilan Paxtakor o'ynaydi. Bu O'zbek Klasikosi hisoblanadi. Biz intizorlik bilan o'sha 19:00 kutyapmiz. Jamoamiz bilan kutyapmiz. Hozir ham kirishimizdan oldin biz o'sha forma masalalarini, xodimlarimiz kelish masalalarini, ularning transport masalalarini hal qilib, ularni qiziqish bilan kutyapti. Shu masalalarni hal qilib o'tirdik. Paxtakor Neftchi o'z uyida Paxtakorda qabul qilyapti. Hisob necha bo'ladi? 3-2. Paxtakor ham juda yaxshi o'rinda ketyapti. O'yinlari juda qiziq, lekin Neftchi 2-0 hisobida bugun Paxtakorni yutadi. Assalomu alaykum. Hozirga ming bor uzr. Salom. Rahmat. Hozirga mana hozir o'yin boshlanish oldidan fikrlaringizni bilmoqchi edim. Neftchi bilan Paxtakor o'ynaydi. Har doimgidek faqat Neftchi yutadi xolos. Neftchi o'tgan yili To'runurga yutqizganmiz, o'shani nimasini olamiz, alamini olamiz, To'runurga yutamiz, xudosi Neftchi. Sho'g'roq aka necha bo'ladi shu? Agar taxmin to'g'ri chiqsa rahbariyat sovg'asi bor. 3-0 bana. Yok, kimlar 3-0? Albatta Neftchining nimasiga? Foydasi. Endi keyingi o'yin xohlasa O'zbekistonda El Klasikosi bo'ladi. Menimcha 2-1 bo'ladi shu. Neftchi yutadi. Rahmat yo'qda. Taxminimiz 3-0 bo'ladi. Marushich, Iskanderov Aliboyev uradi. Neftchi 2-1 bo'ladi. Neftchi 2 gol uradi, Paxtakor 2 uradi. 2-1. Joyingiz sog' bo'lsin. 2-1. 2-0 bo'lsa. Sog' bo'linglar. Bugun menimcha 2-1 Neftchi yutadi. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Ammo taxminingiz to'g'ri chiqsa rahbariyatdan priz bor. 3-1 bo'ladi. Neftchi yutadi. Boringizga shukr, rahmat. O'yin oldidan necha hisob bo'ladi? Nechi bo'lish qizig'i o'tganligidan bir pog'ona tepaga chiqaylik, bitta mag'lubiyatimizdan bo'ldi. Rahmat. Mansur aka, necha bo'ladi shu? Assalomu alaykum Neftchi muxlislari. Bugun yana an'anaga sodiq qolgan holatda. Bitta oshirib qo'yamiz, 5-0. Shu 3-0 aka, 3-0 yutadi, xudo xolasa. Neftchi chempion. bugun shot necha bo'ladi? Xudo xolasa aka, 3-1 bo'lsa ham mayli. Turistni qapo'li ketishmaydi. Toshkentlik bolalar. Toshkentlik bolalar aka. Filialimiz Neftchi jamoasiga va muxlislariga omad tilaydi. Qani hamkasblar, Neftchi olg'a, Hudud Gaz birga.